erkaklik quvvatli majunimiz bu dorivor giyohlardan tayyorlangan erkaklar va ayollar uchun majun. Bu majunimiz badandagi namliklarni, atyoqlarni shu oldini oladi va bel oyoq og'riq, bo'g'im kasalliklariga rasman foyda beryapti. Adaglar revmatizm, radikulitlarga, umumiy holsizlikka, erkaklik bezi shamollaydi-ku. O'sha erkaklik bezi shamollashda prostatalarga yordam beradi. Erkaklik quvvatingizni oshirib beradi, testosteron urug'ingizni ko'paytirib beradi, testosteronni ko'taradi albatta. Ayollarga ham jenskiy tomonlama ham rosa foyda beradi. Pochka, shu prostata shamollash va ayollarga ham xuddi pochka va o'sha ayollik kasalliklariga yordam beradi. Bu ham men o'zim retseptim emas, bu ustozlarimizni 50 dan oshiq tajribaga ega ustozlarimizdan olgan retseptlarimiz. Bu retseptlar eski qo'lyozma kitob, tabobat kitoblarini tarjima qilgan insonlarimizni, ustozlarimiz retseptlari. Haqiqatan juda yordam beryapti. Bepushtligiga yordam beryapti. Urug'ni ko'paytirish, ham quvvat, ham aytgancha trenovka boradigan sportsmen akalarimizga ham shuni tavsiya qilamiz. Rosa rezultat katta. Sportsmen bolalarga rosa beryapmiz buni, natijasi zo'r va shu sportsmenlarni musobaqaga tayyorlanayotganda ham ya'ni o'sha har xil nima deydi uni ukol qilishadi-ku. Ximikat beradi-yu, tekshirish tomonidan. Dopingmi nima? Doping aytgancha. Biz o'zimiz tabiiy dopingda bu, lekin analiz topshirsa bu narsa chiqmaydi, bunaqa doping, ximikat narsa chiqmaydi. Haqiqatan quvvat zo'r bo'ladi. Tavsiya qilaman, ertalab kechqurun yarim choy qorsin suvni ichib oladi. Bu zarar tomonlar umuman yo'q. Tabiiy dorivor o'simlikdan tayyorlangan giyohli majun.